Ye, Odil aka, yaxshimisiz? Nima bu ahvol aka? Ahvolimga nima qildi? Che o'tir. Aql o'rgatyapti demayman aka, bu yo'lda oxiri o'zingiz bilasiz, yaxshilik bilan tugamaydi aka. Haliyam kechmas, qaytsangiz bo'ladi aka. Uka, boysa dam olyapti deyishasan. Kambag'alliksa yomon yo'lga kiribdi deb o'ylashasan, a? Aqllilik qilib. Mayli bo'lmasam, sizga ham bezovta qilmay, men sekin qaytaveray. Hozir yoshlar da aqlli bo'lib ketganda. Do'st bor, dushman bor. Nima bo'ldi? Akasiga turishga foydasi yo'q edi. Boylik Ye, Odil aka, nima bo'ldi? Hozir aka, uka chaqiraman. Alo, Biloldin aka, akangizni mo'ykan oldida urib ketishibdi. Nima bo'ldi? Boshqa o'tkazamiz. Jon aka, nimaga shu ichkiliga berilib oldingiz? Nima beryapti sizga Jon aka shu ichkilik? Nima, menga havasli o'ylaysanmi shuni? Men sizga havas demayapman, Jon aka ichkilikdi. Mahallada sizni hamma alkash deyapti. Shu ichkilikni orqasidan oilazam buzilib ketdi, Jon aka. Uka, shu kasofati narsani deb oilam ham tashlab ketdi. Faqat sen ham tashlab ketma, uka. Aka, men har doim yoningizdaman. Faqat shu ichkilikni tashlasangiz bo'ldi.